Kitayskiy gidroponik usulimizni ko'rsatamiz. Ko'rishlaring mumkin. 1 kilo bug'doyimizni suvga 24 soatga yutib qo'yamiz. Yutilgan bug'doyimizni 24 soatdan keyin patnisga yayib qo'yaveramiz. Yayib 2 mahaldan suv quyib tursak, 4 kunda shu holatga keladi. Inshaalloh. Gidroponikamizga baho berib qo'yasizlar. Hop, bu qo'chqorlarga 700 grammdan beriladi, katta qo'chqorlarga, soriq qo'ylarga 300 grammdan beriladi. Sigirlarga bersiz 30 litrdan sut olaverasiz. Yemsan yemda mana. Chang ham yo'q, g'ubor ham yo'q. Maza qilib, sho'rab, ishdan keyin kelib to'g'rab qo'yaverasiz. Bunga esa kepiy qo'shib beraverasiz. Bularni jang ko'p bermaymiz, shu. Yangi o'rganganlarga hozirdan beramiz. 300 gram bug'doyimiz, Allohning barakasi bilan 1 kiloga aylandi. 1 kilo mahsulotimiz 1,5 ming so'mga to'xtayapti. Bundan arzon ham bo'lishi mumkin, bug'doyda arzon olsak.